Bismillah. Xudo xolasa 2026-yil yangi katerimizdan yangicha baho berasizlar. Motorlarimiz yana stabilizator oldi ko'rinishi ruchkalarga ham baho berib qo'yasizlar. Va yonishi o'ch holatida bu. Hozir bitta yaqib ko'rsatamiz, xudo xolasa qolganini. Bo'ldi aka, xudo xolasa. Yonishiga ham baho berasizlar, keling, yonishi. Ideal holatda. Yonishi nima deydi yonishi? Bu qora ko'mirda shunchalik yonyapti. Agar arishga bo'lsa, bu eshigini tepada eshigidan ham chiqib turadi. Mana shuni ko'ryapsizlarmi? Safa aqlli kat yo'l kimga kerak bo'lsa, ana shu nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar.